yomon o'xshamaydi deydigan kelinlar uchun bittada o'xshab chiqadigan retsept. Un, margarinni cho'rkadan chiqarib, razrixlichil qo'shib, xamir qorishdan boshlaymiz. Kroshka bo'lgan massamizga smetana, tuxum sarig'i, shakar, limon suvi dirkillatadi. Asosiy qoida: xamir qilayotganingizda unni ayamasdan qo'shing. Yaxshilab mushlangan pisochni xamirimizni 15 minut xolodilnikka yuboramiz. Ungacha olcha, shakar, kukuruzni kraxmal quyilguncha qaynatamiz. Tingan xamiringizni 4 ta zuvalaga bo'lib olasiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek, kesib, nachinkani solib, yaxshilab burab chiqamiz. Yaxshilab yopmasangiz, ochilib ketish ehtimoli katta. Garnet firmasida eng ishonchli pergamentligingizda yengillik qilish pergament qog'ozlariga endi qaychi qidirib o'tirmaysizlar. Tayyor bo'linganini sotishyapti. Listingizga ham to'ppa-to'g'ri keladi. Pichonnim kuyib ketdi, listni yuvdigan muammolar endi sizni qiynamaydi. Ruletlarim pishguncha kremiga o'taman. Tvorojniy sir, saxarni pudra. To'liq proporsiya videoning tagida yozib qoldiraman. 180 gradus 20 minutda ruletlarim ko'z qo'rqoq qo'l botirib shatda olib terib tashlaymiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek. 1 soat morozilkada ushlasangiz yetadi. Xohishga ko'ra dekor qilib uydilarimizga tortamiz. Mazasiga gap bo'lish mumkin. Olinglar. Arining shirinligi yengicha talqinda. Retsept yoqqan bo'lsa, yurechani bosib, yaqinlarga videoni jo'natib qo'yinglar. To'liq yozma retsepti kommentariyada sizlarni kutadi.